Assalomu alaykum. Sizlar bilan ushbu videoda Total Commander dasturida turli fayllar va papkalar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Demak, birinchi o'rganishimiz kerak bo'lgan narsa bizga kerakli bo'lgan papka yoki fayllarni topib olish hisoblanadi. Buning uchun albatta siz disklar o'rtasida almashlab ishlashni o'rganishingiz kerak. Ya'ni birinchi sizdan masalan aytadi, C disk yoki D disk kirgin deydi. O'shanday holatda C diskni yoki D diskni ustiga bosishligingiz kerak bo'ladi. Xo'p, endi buni bosganimizdan so'ng C diskning ichidagi VPS degan papkaga kirgin deydi va o'shanda VPS degan papkani ustiga 2 marta bosamiz. Yoki o'sha VPS degan papkani ustiga kelganimizdan so'ng Enter tugmasini bosish orqali ham kirishligimiz mumkin. Xo'p, bu papkaga kirganimizdan so'ng bu papkani ichida, ya'ni VPS degan papkani ichida boshqa papka bor. O'sha papkani ichiga kirgin deydi. Ya'ni boshqa papka degan papkaga kiramiz va birinchi papka degan ichida bizga kerakli fayl bor deydi. O'sha faylni topgin deydi. Demak, birinchi papka degan papkani ko'rib turganingizdek ichiga kirdik, lekin ichida hech qanaqa ma'lumot mavjud emas. Bu degani sizga bergan odam adashgan hisoblanadi. O'shanda ichida hech qanaqa ma'lumot yo'q deb aytishingiz mumkin. Endi orqaga qaytish uchun Enter tugmasini tepasida joylashgan Backspace, ya'ni orqaga qaytgan strelkani bosishlik orqali bitta orqaga qaytishligimiz mumkin. Agar yana bir marta bosadigan bo'lsak, yana orqaga qaytaveramiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, biz hozir oddiygina bizga kerakli bo'lgan papkani topish va uning ichidagi fayllarni ko'rishni o'rganib oldik. Endi keling siz bilan o'sha amallarni hozir klaviatura orqali amalga oshirishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun bizga C yoki D disklarni birinchi tanlab olishligimiz kerak bo'ladi. Tasavvur qiling, hozir biz F diskidamiz va F diskidan hozir biz D diskiga o'tishligimiz kerak bo'ladi. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Klaviaturadagi Alt tugmasini bosamiz, qo'yvormasdan turib F2 tugmasini bosamiz. Ko'rib turganingizdek, mana bu joydagi, ya'ni bizni o'sha disklar tanlaydigan Select oynamiz ochilyapti va Select oynamizdagi qaysidir diskni tanlamoqchi bo'lsak, biz klaviaturadagi pastga yoki yuqoriga bo'lgan tugmalardan foydalanishligimiz mumkin, ya'ni strelkalardan. Ana endi biz hozir yuqoriga D diskka chiqishligimiz kerak bo'ladi. Endi bu amalni hozir yana qaytadan bajaramiz. Alt F2 tugmasi va yuqoriga chiqamiz. D diskni tanlaymiz. Enterni bosadigan bo'lsak, tanlagan bo'lamiz. Xo'p, ko'rib turganingizdek, biz D diskni osonlik bilan ochib oldik. Endi bizga kerakli bo'lgan papkamizning nomi VPS. VPS degan papkaga kiramiz. Hozir hech qanaqa mishka, ya'ni sichqonchadan foydalanmagan holda amalga oshiryapmiz. Endi keyingi pastga birinchi papka, boshqa papka degan papkaga tushyapman va Enterni bosyapman. Boshqa papkani ichida birinchi degan papkaga yana kiryapman. Ko'rib turganingizdek, bitta amalni bajarish uchun siz xohlasangiz mishkadan, xohlasangiz mishkasiz ham amalga, ya'ni faqatgina klaviatura orqali amalga oshirishingiz mumkin ekan. O'ylaymanki, bu amallar juda ham kerak bo'ladi, chunki ba'zi holatlarda tez ishlashligimiz kerak va o'shanday holatlarda juda qo'l keladi. Keyingi videolarda sizga fayllarni ko'chirish, qanaqadir papka yaratish va kerakli fayllarni bir papkadan ikkinchi papkaga ko'chirish va nusxa qilish va o'chirib yuborish amallarini ko'rsataman. Keyingi videolarda uchrashguncha